Sizlar bilan hozir mana shu женский счастьяni пересадка qilamiz. Qarasam gashogi вообще kichkina bo'lib, barg ildizlari siqilib qolib, bayi sarg'ayishni boshlayapti. Suvi to'g'ri, hammasi to'g'ri, значит mana tuvi kichkina. Endi buni пересадка qilamiz. O'tqaza olmasak, gulimizni yo'qotib qo'yamiz. Drenaj soldim. Ikkita gulli qilishimiz kerak hozir пересадка. Tuproq soldim. Ildizni qaranglar. Mashalloh, sog'lom, zich, rosa zo'r ildiz. Ko'ryapsizlar. Hech qatida chirishi yo'q, alhamdulillah. Lekin shunda ham profilaktika uchun ozgina o'g'il sep boramiz. Septik. Как раз to'g'ri keladi. Karnivin ozgina sep boraman. Ano joyida anaqa qilib olishi uchun quti yozib, palay yozib deydi-yu. Ildizlarni olib ketib, yangi joyda baribir. Qilib olamiz, tuvining ichiga ham tushdi. Bismillahirrohmanirrohim deb. Mana ekanmiz. Qaranglar. Mana 2 cm, 1,5 cm. To'g'ri tuvi. Bundan katta. Bas. Qo'ydik. Mana ekibamiz. Turponni solamiz. Sakrasi o'zi qarasam sug'oryotgandim женскийlarni. Mana shu ikkita ildizini qilib shu baylari sarg'ayapti. Tekshirsam hammasi yaxshi. Значит, buni ildizi chiqyotibdi, gashok torlik qilyapti. Bunda kislorod aylanmaydi, suv ichadi, bayi sarg'ayveradi. Ana shu uchun пересадка qilishga majbur bo'ldim. Gulni qutqarishimiz kerak inshaalloh. Yuzimiz yorug' bo'lsin. Mana ekib oldik. Endi buni hozir tog'oramga solib qo'yaman, legendarniy tog'oramga. Suv ichib olsa, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Mana ekib qo'ydik. Salomon yaxshi bo'lib turib bersin. Mana buni ham ildizi xuddi shunaqa qilib ekaman. Qaranglar. Mahkam, o'sha joyi yo'q. Mana soppa sog'lom, zo'r ildiz. Chiroyligini qaranglar, mashalloh deb qo'yinglar. Buni ham xuddi shunaqa qilib ekaman. Agar foydali bo'lgan bo'lsa ma'lumotim, like, podpiska, kommentariyda o'zingizlarning fikringizni bildirib qo'yasizlar. Tanishinglarga, xuddi shu muammo bilan anaqa qilayotgan tanishinglarga repost qilib jo'natib qo'yinglar. Foydasi tegsa hammamiz xursand bo'lamiz. Rahmat.